Bozor psixologiyasi. Alt-sezon qachon keladi degan savolga o'z fikrlarimni bermoqchiman. 2021-yil Bitcoin aprel oyida $65,000 urdi va o'sha payt all time high edi. Barcha alt-sezon mana keldi deb hamma tushunib yetdi, kriptovalyutalarni sotib olishni boshladi. Lekin undan keyin biz bozorda juda qattiq, juda yirik korreksiyani ko'rdik. 2021-yil iyul oyi, adashmasam iyul oyini oxiri. Mana hozir esimda, kechagidek esimda, grafiklarni tomosha qilib o'tirib, shunday fikrga keldimki, alt-sezon mana boshlangan ekan deb. Va o'sha 2021-yilda iyuldan keyin haqiqatan ham altcoinlar bo'yicha o'zining eng past nuqtasi, ya'ni yozdagi eng past nuqtasi qo'yilib bo'lgan bo'ldi. Keyin tarixda agar qaraydigan bo'lsak va noyabrda biz bozorni eng pik nuqtalarini ko'rdik. Xuddi shunday holat, xuddi shunaqa holat. U paytda endi bozorda juda yangi edim, nima qilishni bilmasdim bunaqa xabar bilan. Xuddi shunday holat menda kecha bo'ldi. Kecha, ya'ni 29-iyun kuni kamida 3-4 soat vaqt grafiklarga ajratib, hamma narsani qayta ko'rib chiqib, shu narsani tushundimki, mani xayolimda albatta adashayotgan bo'lishim mumkin. Aprel oyida qo'yilgan, mana Trampning prezidentligida kelgandan keyin korreksiyada keyingi aprel oyida qo'yilgan dino, ya'ni eng past nuqtasi mani xayolimda kelajakda sentyabr, oktyabr, noyabr yoki shu 25-yil oxirida biz tushunib yetamizki, оказывается, apreldagi eng past nuqta dino bo'lgan ekan deb tushunamiz. Mana shunday xayol keldi yana, xuddi o'sha 21-yilda xayol birga bir o'xshash. Nafaqat grafikda. Bu narsani juda ko'p taraflardan o'rganib chiqdim. Bitcoinni kecha 29-iyun kuni o'z Instagramimda Bitcoin yoki altcoinlar degan apros qo'ydim. Va bu aprosda Bitcoin 55% dan ziyod bo'ldi. Ya'ni hozirgi kunda barcha kriptovalyutada ishtirokchilaridan Bitcoin yoki altcoinlar deb so'raydigan bo'lsangiz, Bitcoin ko'proq foizni o'ziga olyapti. Lekin men garantiya beraman, agar 23-yilga qaytadigan bo'lsak, 23-yilda Bitcoin $16,000 dan $30,000 ko'tarilgan payti, bozor endi jonlangan payti, agar men xuddi shu aprosni qilganimda edi, altcoinlar deyarli 70-80% bo'lardi. Bitcoinni hech kim olmasdi. Shunda ham bo'ldi. Bozorga e'tibor bersak, hamma altcoinlarda o'tirdi. 24-yilda noyabr oyida keladigan bo'lsak ham yoki yilni boshida keladigan bo'lsak ham, xuddi shu aprosni qilsam, altcoinlar 70-80% ni olardi. Bitcoin juda kam insonlar o'tardi. Lekin hozirgi bozor psixologiyasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, nafaqat balki sizda, hattoki menda ham, hattoki eng kuchli SNG influenseri bo'ladimi yoki boshqa analitiklar bo'ladimi, alt-sezon kelishi haqidagi fikri shu darajada so'nib boryaptiki, oxirgi payt hammani og'zida Bitcoinga pul kiritsang ham Bitcoinga pul kiritishing kerak, sotib olsang ham Bitcoin sotib olishing kerak. Altcoinlar bo'lishi mumkin, ishonch yo'q degan gap butun kriptovalyuta bozorida yuribdi. Alt-sezon aynan shunaqa davrda keladiki, siz va men va qolgan hech kim kutmagan bir davrda. 23-yili men esimda, 23-yilda hammamiz portfelimizni altcoinlardan tergandik va mana alt-sezon keladi. Mana alt-sezon keladi. Mana Bitcoin 50,000 urdi, ana endi Bitcoinni altcoinlarga o'tadi. Bitcoin 70,000 all time high urdi, ana endi Bitcoinni altcoinga o'tadi. 100,000 urdi, altcoinlarga hali ham o'tmayapti va bugungi kunda hech kim Bitcoindan altcoinlarga pul o'tishini kutayotgani yo'q. Hattoki prosta altcoinlarga qarang. Aprel oyida 2025-yil aprel oyida mana bor yo'g'i 2 oy oldin o'zining
eng all time low, ya'ni o'zining tarixdagi eng past nuqtasini urdi. Agar kriptovalyutaga sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz va kriptovalyuta sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu aprelda sotib olmasangiz, qachon bu kriptovalyutani sotib olishga qaror qabul qilasiz? Mana shunday situatsiyada fundamental analizni ham ozgina ishlatdim. Mana shunday situatsiyada kechagi grafiklarni ko'rib chiqib, ozgina fundamental analizga ham e'tibor berishni boshladim. Bilasizmi, 23-yili juda ko'p qaytyapman, endi men sizga tarixdan olib kelmoqchiman, psixologiya qanchalik chuqur ekanligini tushuntirmoqchiman. 2023-yili JCR degan internetda, Twitterda juda bir kuchli trader bor. U trader nafaqat kriptovalyuta, u 60 yoshligida fond bozorini tashlab kriptovalyutaga o'tdi. 60 yoshida 2022-yili va u o'zining eng katta pullarini Luna tokeni esingizda bo'lsa kerak, $100 00 nechiga tushib ketdi. O'shani tushib ketishini oldindan aytib, short pozitsiyasini ochib, nechidir million pul ishlagan bir inson va u juda chuqur analitik, trader emas, analitik desa bo'ladi. Va o'shani men bitta tweetini 23-yil o'qigandim. Twitterni qisqacha tushuntirib beraman, tweeti nima deydi. 2022-yilda bozorning eng past nuqtasi Bitcoin 15 ming, 16 mingga tushgani. Nima bilan anglangan edi? Bozorning eng nuqtasi. DeFi protokollar bor. Bu kriptovalyutadagi bank protokollari. Mana shu bank protokollariga katta yirik kompaniyalar o'zini Bitcoin, efir va boshqa kriptovalyutalarni zalogga qo'yib, muzlatib qo'yib, uni evaziga kreditga dollar olib va u kreditga olingan dollarni qaysidir proyektlarga investitsiya, sarmoya qilib kiritib qo'yib va bozor shunchalik tushib ketdiki, ular na sarmoyasini ham qaytarib chiqarib oldi. Va bankda kiritib qo'ygan o'zining Bitcoin efirlari kuyib ketdi va juda ko'p kompaniyalar, xuddi ana shunday kompaniyalar juda ko'p bankrotlikka uchradi. 2022-yil kriptovalyuta bozorining eng past nuqtasi mana bunaqa hodisalar bilan boy edi. Ana endi u o'z tweetida xuddi shu hodisani aytgan va keyingi xuddi shunaqa keyingi buqa bozoridan keyin bo'ladigan bozorning eng past nuqtasi qanday bo'lishini u o'z ko'zida tushuntirib bergandi va u qanday bu narsani ko'rardi. Keyingi buqa bozoridan, ya'ni 23-yil bu tweet qilayotgan bo'lsa, keyingi kelayotgan buqa bozori deylik 25, 26, 27 farqi yo'q. O'sha buqa bozoridan keyin bozor tushib ketgandan keyin eng past nuqtasi o'rtacha statistikasi bo'yicha o'rtacha bo'lgan davlatlar Bitcoinni o'z davlat byudjetiga eng yuqori qismlarida sotib olgani uchun va Bitcoinning narxi shu darajada tushib ketib, bu davlatlar kollaps, ya'ni iqtisodiy kollapslarga uchraydigan holat keyingi buqa bozor tugab, bozorning eng past nuqtasi bo'ladi. Boyagi kadrdan joyi o'zgartirishga to'g'ri keldi. Telefonga quyosh tushib, temperaturasi oshib ketdi. Davom etamiz. Boyagi Twitterni tushundilaring. Ana endi hozirgi kundagi xabarlarga men e'tibor berishni boshladim va birinchi eng asosiy xabar bu bilasizlar, Amerika Bitcoin rezerv yaratdi. Ya'ni Amerika davlati o'sha Bitcoinni o'ziga sotib oldi. Oxirgi xabarlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Texas shtati o'zining Bitcoin rezervini yaratishni e'lon qildi. Hindiston parlamenti yaqinda Bitcoin rezerv yaratish haqidagi qonunni ishlab chiqishni boshladi. Yana Rossiyada ham xuddi shunday, Ukrainada ham Bitcoin rezerv yaratishni boshlashmoqda va umuman olganda ko'pchilik davlatlar bu temaga qiziqishni boshlashdi. Go'yoki o'sha tweetdagi aytilgan ssenariy to'g'ri yo'ldan ketyapti. Agar shu tarafdan oladigan bo'lsak, meni xayolimda Bitcoin
$100,000 bu all time high emas. Chunki bu hozirgi kunda qonunchilik yaratyapmiz, lekin hali haqiqiy sotib olyapmiz degani emas. Va haqiqiy sotib olishlar boshlansa, yirik davlatlar sotib olishni boshlasa, o'rta statistik davlatlar esa eyforiyada bitcoinni sotib olishni boshlashadi. Bu qanday? Bozorda, bilasiz, bozor eng pik nuqtasida har doim eyforiya, ochko'zlik shu darajada bo'ladiki, любой odam men pul ishlayman, bu bozorda qilish kerak, qilmasam men kech qolaman degan fikr miyada bo'ladida va bozor eng pik nuqtasida FOMOga uchrab sotib olasiz. Endi bozor shunaqaki, retail deyiladi, yangi ishtirokchilarga shu narsani eng pik nuqtasida tokenlarni sotish kerak. Lekin hozirgi bozor va bitcoinning hozirgi narxi yangi kelgan retail, ya'ni menga o'xshagan, sizga o'xshagan oddiy odamlarga $100,000 dan bitcoinni hech qanaqasiga sotib yubora olmaydi. Chunki $100, $500, $1000 bor odam kelib bitcoin sotib olmaydi, kelib altcoinlar sotib oladi. Bitcoinda ham eyforiyani uyg'otish kerak. Hozirgi kunda bitcoinni faqatgina yirik o'yinchilarga eyforiya o'tkazib, o'shalarga sotish mumkin. Va meni xayolimda aynan mana shu narsa hozir qilinyapti. Va bitcoinni yirik davlatlarga sotishni boshlab, undan so'ng o'rta statistik davlatlarga sotib, bitcoinda eyforiyani uyg'otishadi. Oddiy retailda emas, oddiy retail ularga уже kerak emas. O'rta hol davlatlarga, butun dunyo davlatlarining byudjetiga sotib olish uchun FOMO hissiyotini uyg'otib va ularning qo'liga bitcoinni sotadi. Bu balkim $200,000 narxda bo'lishi mumkin. Balkim $150,000 narxda bo'lishi mumkin. Men u narsani bilmayman, lekin aynan mana shunday holat kelishiga men hozirgi kunda ishonaman. Aynan mana shunday holatda bitcoinda eyforiya o'tkazib davlatlarga sotganda, mana shunday holatda alt sezon ham o'z o'rnida, ya'ni pik nuqtalarida bo'lishi menimcha aniq. Lekin alt sezon qachon kelganini har doim bilasizmi? Bitcoin $100,000 ga kelganda bitcoinni sotib olish kerak ekan, bitcoin eng zo'r aktiv ekan degan narsani tushunganimizdek, xuddi shunday alt sezonni Arbitrum hozirgi narxdan yana $1.5-2 ga chiqqanda, voy, alt sezon boshlandi-ku, sotib olish kerak, davay hozir bozorga kirish kerak degan fikr bilan yugurib yurasiz. Meni xayolimda bugun alt sezon уже boshlandi. Aynan meni xayolimda. Dalshi ketadigan bo'lsak fundamental analizdan. Bozorni pastga tushiradigan trigger hodisalar. 24-yili mart-aprel oylarida bozor o'zining lokal pik nuqtalarida edi. O'shanda bozorni korreksiyaga uchratgan hodisa bu Isroil hamda Eronning o'rtasidagi bir-biriga birinchi hujumi bo'ldi. Esingizda bo'lsa 24-yil, 25 emas. O'shanda bozor juda katta korreksiyaga ketdi. Bu korreksiya apreldan noyabrgacha davom etdi. Noyabrda Tramp g'oliblikka erishgandan so'ng, prezidentlik saylovida g'alaba qozongandan so'ng, yanvar oyigacha biza 2 oylik pumpni ko'rdik. Va Tramp bozorga kelgandan birdaniga boj to'lovlarini barcha davlatlarga kiritish degan o'zining, men xayolimda hozirgi kunda eng glavniy qonuni, ya'ni eng asosiy qilmoqchi bo'lgan ishini, qonuniyatini ishga tushirdi. Va oxirgi apreldan keyin mana yaqinda 13-iyunda eng past nuqtalarga altcoinlarni ham ko'pini korreksiya qildirgan, bitcoinni ham korreksiya qildirgan hodisa bu Isroil bilan Eronning urushi yana qayta boshlanib, hattoki unda Amerika ham ishtirok etgani bo'ldi. Ana endi trigger hodisalarni hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda meni xayolimda yagona bitta trigger qoldiki, qaysiki bozorni yana pastga tushirishi mumkin. Bu
qaysidir davlat Rossiya Ukraina yoki Isroil bilan Eron urushni davom ettirib bir-biriga yadерный raketa, ya'ni atom bombasidan tashlasa, bu yangi trigger bo'lishi mumkin. Lekin bu hodisaga men ajratayotgan foiz juda kam. Isroil bilan Eronni urushi ham, Rossiya bilan Ukrainani urushi ham hozirgi kunda bir-biri bilan yarashish arafasiga qarab ketyapti. Mani xayolimda albatta, balkim boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin hozir hozir Isroil Eronga yana raketa otadigan bo'lsa, bozorga уже ta'sir qilmaydi. Chunki bozor bu narsalardan o'tdi. Hattoki Amerika qo'shilganini ham o'z nimasida, grafiklarida hissiyot etdi. Yangi xuddi shunday hodisa ularni qo'rqitmaydi. Tramp bojlarini kiritdi, qo'rqitmaydi. Yangi qonunlar qo'rqitmaydi. Lekin oldinda keladigan hodisalarga e'tibor beradigan bo'lsak, meni xayolimda yaxshi triggerlar bu bozor uchun ko'proq. Birinchi o'rinda Jerome Powell, FRS, Federal Reserve sistemasining boshlig'i ishdan ketish arafasida turibdi. Federal Reserve sistemasi o'zining asosiy stavkasini kamaytirish arafasida turibdi. Undan tashqari 2026-yil futbol bo'yicha jahon chempionati Amerikada bo'lib o'tadi. Bu juda katta pul bozorga kirib kelishi, turizm rivojlanishi. Undan tashqari Ukraina, Isroil urushlari, Ukraina, Rossiya hamda Isroil bilan Eronning urushlari o'z yakuniga qarab boryapti va stabillashish ko'proq oldinda stabillik ko'rinyapti urushga qaraganda. Mana shunday triggerlar asta-sekinlik bilan bozorni o'z holatiga qaytib, yuqoriga o'sishiga qo'shimcha gaz, qo'shimcha topливо deydimi, benzin deydimi, bo'ladi. Endi hozirgi bitta grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, men grafikni ko'rsatmayman, tushuntirib beraman. Bitcoin dominatsiya. Bu grafik nima? Bu grafik hozirgi kunda 65% atrofida turibdi. Bitcoin dominatsiya grafigi bu Bitcoinning kapitalizatsiyasi, ya'ni Bitcoinning ulushi butun kriptovalyuta bozoridan necha foiz ekanligini ko'rsatib beradi. Hozirgi kunda butun kriptovalyuta bozorining 65% faqatgina Bitcoin tokenida, coinida. Endi tasavvur qiling. Undan tashqari stable coinlar, ya'ni USDT, USDC va boshqa stable coinlarni oladigan bo'lsak, ularni xuddi shu Bitcoinga o'xshagan dominatsiyasi ham bor. Ya'ni butun kriptovalyuta bozoridan stable coinlarning ulushi necha foiz degan. Va bu foiz hozirgi kunda 8,5%. Stable coinlarning ulushi. Agar bu ikkitasini qo'shadigan bo'lsak, deyarli 73-74% Bitcoin hamda stable coinda. Mana shu ikkita nimada, kriptovalyutada. Tasavvur qiling, hozirgi holatdan yana 30% ga biz agar pastga qarab ketadigan bo'lsak, korreksiyaga. Bitcoinning dominatsiyasi 65% dan 75% ga o'ssa va stable coinlar dominatsiyasi 8% dan 15% ga o'ssa. Mana shunday holatda Bitcoin hamda stable coinlarning ulushi kriptovalyuta bozorida 90% ni tashkil etib qoladi. Meni xayolimda bu narsa juda qiyin amalga oshishi. Lekin 23-yil, 24-yillarda esa xuddi shu holatni alt-sezon keladi deb mana shu holatga e'tibor berilmasdi va hozirgi kundagi nuqtasi haqiqatdan ham alt-sezon yo hozir kelish kerak yoki umuman alt-sezon bo'lmaydi. Umuman bo'lmaslik kerak. Yoki hozir nuqtasi, yoki umuman bo'lmaslik kerak. Mana shunday holat. Hozirgi holat. Meni tushunishim bo'yicha, meni kriptovalyutadagi ekspertni urvinimdan kelib chiqqan holda aytayapman. Ana endi bozor market makerlari qanday holatga meni olib kelib qo'ygan? Meni o'z portfelimni hozirgi kunda 40% USDT, 40% ni Bitcoin, Ether, Solana va bor yo'g'i 20% ni boshqa boli risklik altcoinlarga o'tkazib qo'yganman. Vaholanki 23-24-yillarda meni USDT foizim 20% atrofida yurardi. Kerak bo'lsa 100% all-in bozorda ham bo'lardim. Mana shunday holatlarim bo'lgan. Lekin bugun qo'rquv shu darajadaki 40% ni portfelimni deyarli yarmini dollarga o'tkazib qo'yganman. Qolgan ikkinchi 40% ni Bitcoin, Ether, Solana
X bersa ham uncha ko'p bermaydigan tokenlar masalan deylik va bor yo'q 20%ni altcoinlarda ushlayapman, bolli riskli. Va market makerlarga aynan mana shunday holat kerak, чтобы men qo'rqib bozordan chetda turay. Ertaga meni coinlarim, tokenlarim agar 2 barobar o'sadigan bo'lsa, men USDT foizimni ko'paytirib bozordan chiqib ketishni davom ettiraveraman. 2x bor yo'g'i 100% o'ssa tasavvur qiling. Qanchalik darajada men qo'rqganman. Aynan mana shunday holat altsizonni kelishidan dalolat beradigan signallardan biri. Altcoinlarning hozirgi holatiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, olaylik Starknet. Hamma sotib olgan desam bo'ladi. O'zbek community'sida juda ko'pchilik sotib olgan. Starknetni $2, kimdir $3 ham olgan. $2, $1 sotib olgansiz. Endi qarangda, hozir altsizon keladigan bo'lsa ham, altsizonni siz qanday tasavvur qilasiz? 10x zo'r-ku altsizonga shunaqami? 10x zo'r, haqiqatan 10x bo'lsa-ki, men nima deydi, juda xursand bo'laman. Kutilmagan hodisa. Endi Starknet uchun 10x hozirgi kunda u $1 ga olib chiqish degani. Tasavvur qiling, hozirgi kundan altsizon boshlansa, 10x bersa bu token siz sotib olgan narxga yetib ham kelmaydi. Yoki 20x bersa $2 ga kelsa, masalan, siz $2 dan sotib olgan bo'lsangiz, kimdir 20x ishlayapti. Siz esa bu bozorda pulingizni 24-yilning boshidan $1000 tikudingiz $2 dan Starknetga, $1000 2 yil ushlab o'tirdingiz, masalan 1 yil, 1,5 yil, 2 yil ushlab o'tirdingiz, o'sha $1000 qaytarib olyapsiz. Kimdir esa Starknetni bugun sotib olib, $1000 ni $20,000 qilyapti. Sizni pulingiz 2 yil ishida aylanib, o'zingizni pulingizni chiqarib olyapti. Yoki vobshe umuman minusda sotyapsiz. Bu faqat Starknet haqida. Arbitrum olaylik. Arbitrum 0.3 30, 32, 33 sentlar atrofida turibdi. $2,5 all time high bo'lgan, deyarli 7-8 barobar uning all time highgacha. Altsizon bo'lmasa nima bu? 5x bersa 500% altsizon emasmi? Altsizon albatta. Xohlagan altcoiningizni oling, xohlagan altcoiningizni. Kamida 5-6, undan zo'rlari vobshe 20-30x all time highgacha tokenlar tiqilib yotibdi. Va hozir altsizonni bersa, ko'pchilik bu bozorda qolib ketgan insonlar o'zining tikkan puliga yetib kelganda, qolgan insonlar bugun sotib olgan insonlar 10x 100 barobar, 200 barobar, 300 barobar foiz demoqchi bo'lganim, 300-400% plusda chiqib ketadi. Va siz o'sha payti yana altsizonni kutib o'tirishingiz mumkin, men bilmadim. O'sha paytda nima qilsam ekan deb o'z pulingizni chiqarib olasiz. Umuman bu bozordan foyda ko'rib chiqmaysiz. Lekin bugun altcoinlar sotib olishga sizni pulingiz yo'q. Realni aytadigan gapim, meni xayolimda altsizon boshlandi. Lekin juda kech tushunasiz. Juda kech tushunasiz. Altsizon boshlanganini oddiy ishtirokchilar tushunishni boshlaganda uje eng past nuqtadan kamida 300% bergan bo'ladi. Arbitrumni oling, arbitrumni e'tibor bering, grafiklarni ko'rib chiqdim. Bir haftalik shamchasiga e'tibor bering, arbitrum 24% ga o'sdi. Ko'pchilik tokenlar 15% dan 30% gacha o'sdi bir haftalik shamchada. Dunyodan o'zining eng past nuqtasidan agar arbitrum oladigan bo'lsak, 0.24 sent bo'lgan, hozir 0.35-36 sent. 50% ga o'sgan. Yana ozgina o'ssa 2x o'zining eng past nuqtasidan urib bo'lgan bo'ladi. Undan keyin yana bitta x da esa siz tushunib yetishni boshlaysiz. Voy, altsizon kelgan ekan u degan, u narx uje $1 ga yaqin bo'lib qoladi. O'shaning uchun men sizga aytayapman-ku, altsizon meni xayolimda bugun boshlandi. Albatta bu yugurib borib, sotib olib, hamma narsalaringizni sotib, kredit olib degani emas. Albatta o'zingizni qaroringizni qabul qiling. Lekin bitta maslahatim day trading bilan shug'ullanadigan insonlarga, yaxshisi hozirgi vaqtda sotib olib qo'yib, uzoq muddatni ko'zlaganingiz yaxshi.
Agar har kuni day trading bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, undan ko'ra sotib olib qo'ying. Day trading bilan shug'ullanishni vaqti hozir emas. Hozir uzoq muddatni ko'zlab ushlaydigan vaqt keldi deb o'ylayman. Bu videoni yarim yildan keyin natijalari bo'yicha men sizlarga mana shunday psixologik yana bir bozorning videosini qilaman. To'g'ri topganmanmi yoki yo'qmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin gapim shunday. Alt sezon boshlandi.